Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Mana bugun biz Toshkent shahar Zangida tumanida joylashgan Bo'zsuv Botir mahallada joylashgan 6 sotuv yerimizni sotuvga qo'yamiz. Mana marhamat, biz mana bu yoqda ko'cha. Eng qizig'i Tarsoyga joylashgan. To'g'ri burchak hovli. Bunaqasiga ham ko'cha. Bu asosiy ko'chadan kirib kelish va bu yog'i maktab bog'chaga qarab yurish. Endi hovlilarimizni ichini obzor qilib beraman qisqagina. Ko'chalar asfalt, suv, gaz, svet, Wi-Fi, hamma kommunikatsiya bor. Qo'shinlar hammasi zo'r. Sochishga sal sharoitim shunaqa bo'lib qoldi. O'zimiz yashab turgan hovli mana. Bu yoqdan hovlimiz to'g'ri burchak 6 sotuv. Bu yog'i 3 xona uy, roditelskiy, o'rta bitta zal va bolalar yotoqxonasi. Va bu yoq bizning orqa hovli. Bu yoqda suvlarimiz через yonkist ishlaydi. Mana через yonkist nasosda qo'yilgan, hammasi stabilizator va kladovka hisobida foydalanamiz. Va bizda orqa hovli qismimiz bu. Boyagi ko'rsatgan ko'chaga chiqib ketirish ikkinchi orqa tarafimiz. Va bizning uyga kirish qismimiz. Bu yoq bizning o'ng qo'limizda sanuzel joylashgan. Sanuzel joylashgan. Bu yoq bizning o'tiradigan oshxonamiz. Choy ichadigan joyimiz. Men bilan yuring. O'sha yerda aniqlashtiramiz. Mana haligi bizning o'rta zalimiz. Bu yog'imiz qarab o'tirmaymiz, bolalar yotoqxonasi, ozgina remont talab. Bu yog'i ham. Va ota-onalar yotoqxonasi. Bu yog'i ham o'zingiz uchun remont qilib olasizlar. Kattagina. Huzur endi yig'ishtirilmagan edi. Mana. Qisqagina. Va bizani haligi orqa hovliga chiqirish qismimiz. Mana ko'rgan darvozaxonadan kirib kelish. To'g'ri burchak mazza qilib o'tirib qarab o'zingiz uchun remont qilsangiz zo'r bo'ladi. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Mana sotuvga qo'yilgan uyimizni tashqi fasadi. Mana bu yoqda 3 ta xonadan iborat uyimiz. Devorimiz bunaqasiga ko'cha tomon bor. Bu yoqdan ham ko'cha tomon tarsi bor. 20 metr bunaqasi va 40 metrcha bunaqasi. 35 metrcha shunaqa. Bunaqasiga joylashgan. Mana hovlimiz. Turgan joyimizdan ipodrom uchun 9 kilometr masofa joylashgan. Bo'zsuv Botir mahallada. Ko'rsangiz bo'ladi. Hamma yoq. Kirib, ozgina remont qilib, ozgina o'zingiz uchun sharoit qilib to'g'rilab olasizlar yana. Mana ko'chadan kelish qismimiz bizning darvozamiz. Mana ko'cha qismimiz. Ko'chadan chiqib, bu yerda ham bitta ko'cha bor. Mana bu yoqda ham bitta ko'cha bor. Quyoshlik uchun svet, suv, gaz, Wi-Fi hammasi bor. Mahalla asfalt. Ma'lumot uchun raqamlarimizni tagiga yozib qo'yamiz. Rahmat hammaga.